sharoit bor. Mana aynan bizning maktabni oladigan bo'lsak, o'quvchi uchun yotoq joyi bepul, ovqatlanish bepul, o'qish bepul, hammasi bu davlat tomonidan ta'minlab berib qo'yilgan va qo'shimchasiga bizda ertalabki davlat standartlari asosida o'tiladigan fanlardan tashqari qo'shimcha fan to'garaklarimiz ham o'tiladi. Mana shuni hisobiga o'quvchilarimizda ko'proq mashg'ulot olib borishga imkoniyat yaratiladi va shuni hisobiga ularda yaxshi natijalar kelib chiqadi. Qayd etish kerak, bugun maktab internatida o'quvchilar uchun ingliz tili, matematika, informatika, fizika kabi fanlardan chuqurlashtirilgan darslar yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilishga qaratilgan qo'shimcha to'garaklar, loyihaviy mashg'ulotlar ham doimiy faoliyat olib bormoqda. Dars imtihon topshirdim va natijalarimga ko'ra 8 ballni qo'lga kiritdim. Bu natijaga erishishimda o'qituvchilarimning hissasi juda katta. Keyin bizda, ya'ni peer teaching yaxshi rivojlangan. Masalan, o'quvchilar o'qituvchining leksiyasiga qarab qolmaydi. Zerikarli bo'lib qolmaydi. Qaytanga o'quvchilar bir-biridan o'sishga harakat qiladi. Sog'lom raqobat bor bizda va o'quvchilar bir-biriga o'rgatish orqali yangi ko'nikmalarni o'rganadi. Hard skill, soft skilllarni aynan bizning maktabda juda yaxshi o'rgatiladi. Masalan, karyeraga oid, ishga oid ko'nikmalar bilan birgalikda aynan jamoada qanday ishlash, boshqalar bilan qanday muloqotga kirish kerakligi o'qituvchilar tomonidan aniq bizga o'tiladi. Buni biz masalan loyiha ishlarini bajaramiz. Turli xil qanaqadir tanlovlarga, festivallarga qatnashib, o'sha ko'nikmalarimizni birin-ketin oshirib boramiz. Yana bir yaxshi tomoni, bizani bitirib ketgan o'quvchilar, ya'ni bitiruvchilarimiz dunyoni rivojlangan mamlakatlarda o'qishadi. Masalan, Avstraliya, Amerika, Qatar va biz bilan ularni networkingi yaxshi bo'lgani tufayli bizani bitiruvchilarimiz ham kelajakda mana shunaqa top universitetlarda o'qishga muvaffaq bo'lishadi. Prezidentimiz bizga shunday sharoitlar yaratib beryapti, imkoniyatlar yaratib beryapti va men o'ylashimcha, yoshlar bu imkoniyatlardan to'liqligicha foydalanishi kerak.